beradigan narsa. Endi iloji boricha mana shu cho'kib qilishga harakat qilingan mana shu narsalar. O'rtoqlar, biz Shahrixon shahrida, Andijonda Nozimjon akam oldiga kelganmiz. Nozimjon akam shunaqa tunuka-fon ishlarini ko'rib turganlaringiz, bu tunuka hammasi. Kimdir o'ylashi mumkin, yo bu mebel deb. Yo'q, tunukadan shunaqa qing'ir-qiyshiq qilib, cho'tki qilib uyda egasini pulini просто havoga uchirib yuborgan ekanlar. Hazil albatta. Eng o'rtoqlar, Nozimjon akam mana telefon raqamlari, akkauntlari, mobodo uyingizga haqiqiy original usta kerak bo'lsa, mana shaxsan o'zlarim oldida turibman. Eng qizig'i, uyda egasini ovora qilmasdan. Qanaqa aytdingiz aka? Xo'p, uyda egasi faqat kelishgan pulni beradi, qolgan hamma rasxodni o'zimiz qilamizda, oxirida shot beramiz degandaqa gap. Masalan, oshcha rasxod bo'lmaydi, shu ketgan kvadratiga pulni bersa bo'ldi. O'sha shaffof qilib otchetini berasiz oxirida. Spiska bo'ladi. Nimadan necha kvadrat miqigacha shuni qabul qilib oladi bo'ldi. Past akkauntlari.